chiqib birinchi yo'q bu degandilar, keyin shunaqa rezultat bo'lgan ekan, xolos ko'rsatib beraman desam, o'zlari qiziqib qolgan, keyin ko'rib natijalarni ancha o'ylangan men bilan ishlashga o'ylanib turib, keyin bu narsaga ishonch bildirgandan keyin men bilan partnyorство boshlangan. Tushunarli. Partnyorskiy boshlangan, keyin BYD so'm puli o'qigansiz. Undan keyin emas, ancha ishlaganimizdan keyin. Narsada mana men ko'rib o'qisamoqchiman. Ha, bo'ldi. Qarangda, Doniyor aka bu BYDga o'zidan o'zi erishmagan. Ancha narsadan kechgan Doniyor aka, ancha siqilgan, chunki uyini sotib yuborgan. Uyini sotgandi o'shanda. Ikkita kameralarni ham sotgandi. Biz o'shanda Doniyor akada где-то bizga 70 ming bergan. Qo'limizga 70 ming bergan. O'sha 70 mingni keyin 45 minggacha olib